Endi bundan buyon buni olib, qo'lda urishingiz shart emas. İchiga solasiz va meni 1 sekundda chiqarib beradi. Xullas, mol boqish, qo'y boqish bundan buyon osonlashib ketyapti. Akalar, bu marday-pardayni o'zi отдельный qilib beradi va yemini aralashtirib beradi. Yemni aralashtirgandan keyin menda gaz bor. Kim aytdi gaz yo'q deganlar uchun, deydiganlar uchun gazni mana mabodo yemini qaynatadiganlar, bu litri kichikroqlar, bali kichikroq bir 10 ta 20 ta ishqibozligiga boqadigan boy akalarimizga. Endi kattaroq molni dahshat qilib boqib, pulni soqa qilaman deganlar uchun kattalari bor. Xullas, assortiment juda ko'p. Sizlar videoda o'tkazmasdan ko'rsalaring, 380 liklargacha bor. Akalar, xullas bizda yangi bo'lsalaring 10 tarafda qizil pastpasta bor. Bosib qo'ysangiz ishlab chiqarishlar biznesda birinchilardan ko'rib borasizlar. Birinchi navbatda har safar buni oxirida ko'rsatardik. Mana shu makkani mana shu yerga qo'yib turib, sira solamiz va boshlaymiz. Uzoq kuttirmaymiz, videomizni boshladik. Assalomu alaykum Timurбек, yaxshimisiz? Charchamasdan, tinchmisiz? Har safar xullas drabilkalardan boshlardik. Endi bu safar mana shundan boshlaylik. O'zi asli nima apparat? Men haliginda shoulder qilib har xil gapirib yubordim. O'zi to'g'riroq tushuntirib bering. Men mutaxassissiz. Bo'ldi, ixtiyor aka, bunimiz mana makka sirtaydigan apparatimiz. Qo'lda sirtmaydi, shu apparatga bitta soladi. Shu makkani mardagidan alohida qilib ajratib beradi. Bir qop solsa ham bo'ladimi? Bo'ladi aka. Soatiga 1 tonna 300, 1 tonna 400 sirtib beradi buni. Mana shu soatigami? Soatiga 220 da ishlaydi. Sirasi ishlatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Oldin savol yana uni. Hop, ketdi. Soladi. Aha. To'kka oladi, to'kiradi. Gap yo'q. O'chiravering. Bo'ldi mana ixtiyor aka. Makkani o'sha umuman sirtib berdi. Eng qizig'i qaranglar. Mana makkasi ham but mana. Qaranglar, uchini qaranglar, uchlarni yaqinroqdan ko'rsataylik. U mayli, juda shamol bo'ldi, lekin shamol bo'lmasa tagigan axlat tushadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa aka, tagiga mana setkadan elanib axlatlar pastga tushadi bunda. Xo'p, bu apparatimizning narxi, kilovati va 1 soatda necha tonna dedingiz? 1 tonna 300, 1 tonna 400 sirtib beradi. Motorlari 3 kilovat 1,5 volt bo'ladi. Hop, 220 volt ham 380 da ham ishlaydi va benzinli varianti ham bor. Buni benzinli, aytmoqchi, ashiyasidan chiqib qolibdi. Menga benzinli motorligi ham bor. Masalan, to'rt yo'l joylarga, dala joylarga, misol, yanangliklar yo'q desa bo'laveradi. Bor aka, albatta. Hammasi ham bor. Narxi-chi? Hop, buni narxi 4,5 million so'm, dastavkasi alohida kelishgan holatda bo'ladi albatta. Nimaga endi qanaqachasiga? Bu gabaritligi ham gabaritligini hisobiga dastavkasi alohida kelishgan holatda qilib beramiz albatta. Ha, bo'ldi. Keyin bunga garantiya bir qandaydir nimalarga? Garantiyalari 3 oy bo'ladi bunga. 3 oy beriladimi? 3 oy albatta. Gap yo'q. Yonidamiz nima apparat bu? Bunimiz yem aralashtirib beradi aka bu. Bu ham 220 voltga ham, 380 voltga ham ishlaydi. O'sha bu hop bitta sig'imi 300-350 kilo yemni og'ir yemni aralashtirib beradi. Endi qaranglar, hozir yem solmaymiz, lekin ishlash jarayonini ko'rsatib beraveramiz. Yurgizing, mashina bitta ko'rsatib beraylik. Voltda ulandi. Bo'ldi ana. Ovoz ham juda shovqin bas. Aralashtirib bo'ladi mana. Aralashib bo'lgandan keyin bu joydan sovolaveradi. Ochadi, o'zi to'kib beradi mana. Bemalol. Ichini o'zi polni to'kib beradi. O'zinga moslashtirilgan. Polni to'kib beradi. Mexanizmi shunga moslangan o'zi. Ha. Bo'ldi. Ichida to'la yem bo'lsa ham, keyin qaytadan yurgizsa, yurib ketaveradi. Yurib ketaveradi. O'zimizning Altemir YouTube kanalida to'liq videosi bor aka buni. Buni ishlatilganlar. Ishlatilgan videosi. Narxi necha pul, qanaqa bu? Narxi buniki, bu ham gabaritli hisobiga, albatta dastavkasi kelishgan holatda bo'ladi. Narxi chetdan olib ketilsa, 6,5 million so'm qilib beryapmiz buni. Qarang, bundan kattalari men ko'rganman. Orqada turibdi, xuddi o'shandan yasab berasizlarmi? Albatta aka, bundan kattalari yo bundan ham kattalar bo'lsa yasab beraveramiz, muammo yo'q. Bu qanchaga mo'ljallangan o'sha katta oxiridagi? Hop, katta desam shu 3 tonna oshiq oladi. 3 tonna oshiq yemni olib aralashtirib beradi. Bemalol aralashtirib beradi. Bu keyin traktorga mo'ljallangan, ha? Traktorga ham, to'kka ham mo'ljallasa bo'laveradi. Bu nimaga traktorga mo'ljallangan? Qaranglar, misol tariqasida fermalarning katta, hali mollar o'rtasida beton bo'ladi, yerda pastroqda bo'ladi. Beton to'kib turib shipir ketgan, o'shanga mo'ljallashtirilgan. Albatta aka, o'zi to'kib beradi. Unaqa ham yasab beraverasizlar. Unaqa ham yasab beraveramiz. Bor. Hop, buni narxini aytdingmi? Bu narxini aytdik, 6,5 million so'm aytdik. 6,5 million aytdik. Mana ularimiz endi sira hop, atala qozon. Mana zo'r qilib qozon. Atala qozon, o'chog'i ham, qozoni ham o'zida bo'ladi. Katta materialdan bo'ladi.
komplet qopoqlargacha hamma yo'q bo'ladi. Hop, bunda kichkinasi, bu ham kichikroqi, kattalarini so'ragan, kattalaridan ham bor. Hop, nechi pul mashina aytib o'taylik. Xo'p, bunisi 900 ming so'm, 200 litrli, 250 litrligi 1 million so'm. Bunisi mana 500 litrlisi. Kattarog'i, yarim tonnalik, yarim tonnaligi. Keyin mana ularni nechi puldan bular qala? Shuni garelkalarimiz bormi? Garelkani ham eng og'iridan, ha? Belgi ketyapti. Gaz balondan. Qaranglar, eng qizig'i gaz balonda tagi bo'ladi, uni qalinligini qaranglar. Mana yaqinroqdan ham ko'rsatayman. Mana timdaqqa faras qilib ko'ringlar. Birlik bo'larmidi bu? Shunaqa 8 mm 1 sm atrofida chiqadi. Orasini aytdi 4 mm qalinlikda bo'ladi. Xudo xolasa. Taglarigacha qaranglar. Hamma yo'q. Zo'r. Bu eng qizig'i mana bu ham konteynerdan emasdan, turbasi yali. Bu ham qalinligidan, eng zo'ridan. Qalin, eng zo'r, eng sifatlisidan. Bular necha puldan bo'lyapti? Bular 1 million 100 ming so'm bo'lyapti bular. 1 million necha pul? 1 million 100. 1 million 100 ming so'mdan. Nimaga qimmat demanglar. Akalar, mana uni olasiz-ku, bo'ldi, unutib yuborasiz, bo'ldi. Allohu akbar. Ancha yillar aka siz tirik bo'lsangiz bo'ldi, avvalambor. Motorchilik va regulyatorlari ham bor. Komplet. Yo'q. Xo'p. Endi ketdik. Bu drabilkalarimiz necha puldan bo'ladi? Bu drabilkalarimiz aka, bu kichkinalar, bu tomonda mana bu kattalari bor. Hop, kichkina qolib ketmas, necha pulligi? Kichkinalar bulari 3 million so'mliklari. 3 million so'm, bu ham 220 ga ham ishlaydi. Ham tikka ham bo'ladi, ha? Ham yonbosh, ham tikka ham bo'ladi. Ham balon tortib ketgani ham bo'lsa. Balon yetilib ketgani ham balonchalari bor aka, albatta. Bu ham universal, ho'l quruq donlardan maydalab beraveradi hammasini. Faqat endi bunga nisbatan buni kamchiligi bolkaga shuni aytib o'taylik. Bolkakali va og'zi kichkina. Og'izlari kichkina. Xo'p, sanliklari yo'q va pichoqlari kam. Bunda esa aka hozirgi kunda trendda bo'layotgan aparatimiz. Xo'p, buni og'zi katta, og'izlari katta, 45 sm bo'ladi. Umuman bolkaka yo'q. Ya'ni orqadan bo'shaydi. Umuman bolkakalari yo'q va mana o'sha aytganimdek, bitta kurchak orqali bo'ldi. Ochib setkalarini yopadi. Ya'ni metin setka qo'yib olishi oson bo'ladi. Setkalarni qo'yadi. Pichoqlari mahavikli, zavodskiy mahavikli va segmentli. Keyin kuydirilgani yaxshisidan qaranglar, haliga shunga ahamiyat beringlar, mana ancha-muncha kuydirilmayapti. Keyin mana malatka o'yili. Malatka o'yili bo'ladi. Keyin Ixtiyor aka yana o'sha yangiligimiz bor. Hop, aytib o'tganimizdek, mana bunday kuydirilgan pichoqlardan aka, Xudo xolasa bonus arqasi qo'shib beryapmiz. Mana shu aparatimizdan bitta xarid qiladi. Mana shu pichoqlarda mana o'zida 18 ta bor mana shularda. Mana shularning o'zida, bulardan tashqari 18 ta bor mana shulardan. Qo'shib berasizlar. Qo'shib beramiz. Xo'p, bizga o'sha yangi yilga akam o'sha o'zlari Xitoyga borib keldi. Bizga hop aksiya qilib, chegirma qilib beradi. Xudo xolasa biz ham sizlar aksiya qilib klientlarimizga, obunachilarga hammaga o'sha aksiya qilib beryapmiz, Xudo xolasa. Faqat bu zapaskaga qaranglar, buni avval ninza qilib bir-birlanga otib yurmanglar, shunga ahamiyat berasizlar. O'shanga qaranglar, faqat bu zapaska qo'yasizlar, vaqtiki kelib 1 yilmi, 2 yilmi qanchadir mana tishlari nima qilib qolsa, shuni buni almashtirib olsa bo'laveradi. Bu ham mana kuydirilgan o'sha arali juda zo'r. Sifatlari zo'r. Gap ko'rdilaring? Bo'shatish, mana 4 ta setkasi ham bo'ladi. Setkalari ham bor. 2 xil donga. Bittasi yorma qilib beradi, bittasi kepa qilib beradi. Bu 1,5 setkasi bo'ladi. Va 2 xil o'tga bo'ladi. Bunisi qo'yboq, bunisi molboq chiqarib beradi. Universal aparatimiz, ho'l quruq hamma narsa farqi yo'q. Sanliklari bor. Keyin mana bu nimasi ham eng qalinidan, haligi birligidan. Ular qalin, juda qalinligi. Endi yangi narsani keyin yopishtirib qo'yaverasiz. Yo'q, yog'ib qoldi perchetga. Mana qalinligi ham 8 mm 1 sm atrofida bo'ladi bu. Gap yo'q. Qaranglar, dahshatmi, ham garantiyasi bilan va eng qizig'i mana shu sertifikatga ega garantiyalari bor. Endi aka mana buni mabodo bu narsa tushib ketib qolsa, qilib qolsa yoki noto'g'ri ishlatib qo'ysa, o'zini o'zi zashta qiladi. Hop, qanday qilib kuyib qolmasligigami? Motorda umrini uzoq qiladi, shu motor kuymasligini oldini oladi albatta. Ketdik. Mana. Bismillah. Avtomat voltmetrlar bor. Mana. 1 2 3 3 ga bormadi. 5 sekund, shu 3 sekund oralig'ida o'zi tashab o'chirib qo'yadi. Bu. Ya'ni bu o'zi avvalambor tiqilmaydi, qandaydir nimadir tushib qolib, tiqilib qoladigan bo'lsa, shuni to'kdan uzasiz, uni ochib turib bitta qarab qo'yasiz, o'shanda tushunib olaverasiz. Xuddi shunaqa aka. Bu mabodo endi bizda svet ko'p o'ch yonadi, o'shanda ichida o'ti bilan qolib ketganda o'zini o'zi o'chirib qo'yadi. Zo'r. Motor kuymasligini oldini oladi. Qaranglar, zo'r. Yana yopishini qaranglar, yana qaranglar. Setkani qo'yib bo'lgandan keyin shunday qilib qo'yasiz. Yopadi, bo'ldi. Ichiga solasiz, sal yon-yonoqqa qilasiz. Mana bo'ldi, qaranglar. Bo'ldi, hammasi. Ana. Xo'p, bunisi necha pul endi? Siz pulni aytib o'ting. Bunisi 3 kW 3000 obrotlik 3,5 million so'm bo'ladi. Keyin 4 kW 3000 obrotlik 3 million 800 ming so'm. Keyin misligini so'rasa, misligi ham bor. 3 kW bo'ladi u. Narxi 4 million so'm bo'ladi uniki. Demak, bular shunaqadan. Xuddi shunaqa, hammasi bir xil. Hozir shularni hammasini chiqarib ko'rsatib beramizmi?
Aha. Faqat o'sha ko'rsatib o'tganimizdek setkalari almashtirib qo'yib berganmiz vaqtdan yutish maqsadida. Ha, demak o'sha 4 tani qo'yganimiz sababi setkasi hammasi to'rozda 4 ta. Xuddi shunaqa. O'shani hisobiga. Bu to'rovda 4 xil setka, keyin mana bunda o'zi xo'l quruqqa mo'ljallangan setkasi turibdi. Zavod setkasi olinmaydi. O'ziniki, bo'ldi gap. Qarang, buni mayli hozir yurgizib ko'rsatamiz. Undan oldin kattani narxini aytib o'taylik, buni yurgizmay qo'yaylik. Buni keyingi videolarimizda kuzatib, yurgizib ko'rsatib beraylik. Xo'p, buni biz aka bu 380 voltga ishlaydi. Shu chorvasi ko'p, mol qo'ylar ko'p akalarimizga. Bunisi 11 kW, bunisi 20 kW. Presslarda butun sovuraveradi bunga. Qaranglar, endi buni videosini yo bundan oldingi yo bundan keyingisi. Ja biz kanalimizga topa olmasangiz, YouTube'ga kirasiz, Altemur deb yozsangiz, o'zlarining kanallari chiqadi, ishlatib, hamma yo'l ishlatib, olib borib jo'natib bergan joylari ham bor. Xullas, endi bularni yurgizib beramizmi endi? Bo'ldi aka, ularda hozir endi sanligi borligining isbotiga mana suvni ham qo'yib ko'rsatib beramiz aka. Ha, suv ham bor. Suv ham bor. Keyin mana bu G'o'zapaya beradigan akalarimiz ham bo'ladi. G'o'zapayani chiqaradimi deganlarga buni ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Gap yo'q. Keyin makkapoya. Mana makkapoyamiz bor. Makkapoyani ham bitta chiqarib ko'rsatib beramiz va asosiysi sholi somon bor mana yerda. Sholi somon? Sholi somon. Qayishqoq bo'ladimi? Qayishqoq deydi. Juda qayishqoq bo'ladi aka bu. Muncha apparat chiqarilmaydi, o'ylanib qoladi. Bunga xudo xolasa yechim mana shu eng asosiy joyi bular nuqtalari ham mana shunaqani qaranglar, boshqa apparatlardan farqi bo'ladi, shunda garantiyasi bilan berishyapti. Xullas, videoda o'tkazmasak qo'yinglar, endi sizlarga hammasini ishlatib ko'rsatib beramiz. Bularda narxlarni hamma yo'qni aytib o'tdi. Endi ishlayotgan jarayonni ko'ringlar va iloji bo'lsa like bosib, kommentariyada yozib ketishdan esdan chiqmasin. Ketdi endi. Men yonga o'tib olaman. Ketdi. Makkapoya bir bor. Ana G'o'zapaya. Fahod. Suv. Salnigi borgan suv. Qaranglar, o'zi aslida suv ichib quymaydi. Endi o'zi asli tavsiya qilinmaydi-yu, mabodoga bu suvli narsalar, ya'ni xo'l nimalarni, poyalarni qilsa bo'ladimi deganlar uchun bu suvni qo'yamiz. Xo'lini ham solaverasizlar. Albatta aka, xo'l, quruq narsalar va donlarni chiqarib beradi. Mol qo'yadigan narsa bor, hammasini chiqarib beradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa chiqaradi hammasini. Faqat imbini temir tashlab yurmanglar, yana hazil huzurlarga garantiya ekan deb. Qaranglar, mana chiqargan jarayonni ko'rsatamiz. Nam holatda o'zi qo'l bo'lib ketdi, hamma yo'q. Va bundan tagida mana G'o'zapoya turibdi. Makkapoya. Keyin makkapoya turibdi mana. Makkapoyaga hali suv ham yetib olmabdi. Gap yo'q. Ishlatdi aka bunisini. Endi mana bu tomonda setkalarni almashtirib qo'yganmiz. Bular katta setkasida, narigisi mayda setkasida turibdi. Xudo xolasa bularni ham hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Va mana donga mana bunaqa zasonkalari ham bo'ladi. Bu ichida bo'ladimi, atdeniy sotiladimi? Ichida bo'ladi. Komplekt ichida bo'ladi. Shu apparatimizni xarid qilib hamma yo'g'i bo'ladi. Xudo xolasa. Akalar, pauzamizni ezib turishimiz sababi simlarni to'klarni ulab olishdi va o'zlari yaqinrog'iga olib kelib olishdi. Buni endi ko'rsatishimizdan maqsad buni setkalari maydaroq. Shu to'g'rimi? Bunisi moli degan setkada turibdi, molbob. Bunisi qo'y degan setkada turibdi, qo'ybob. Shu mana shu setkada qo'ybob. Eng mayda setkasi paholda ham chiqarib ko'rsatib beramiz va gap yo'q, mana shu yonga o'tib olaman. Ko'rsatib beramiz aka. Yurgizaveringlar, ketdi. Sholi somon, Fahod. Ko'rdilaring, qaranglar. Bu haligi molga mo'ljallashtirilgani, ya'ni kattarog'i. Mana bu sal kattarog'i, keyin tagida yana o'sha nimalar, oxirida somon, hammasi turibdi. Mana hammasi mana mol yeydigan kattaroq chiqarib beradi. Endi mana qo'yga mo'ljallashtirilgani mayinga. Pahol mana asosiysi. Qaranglar. Maza qilib oldingmi? Qo'zichaqiydigan qo'yib ketdik-ku. Xuddi shunaqa mana. Kichkina qo'zichaqlar. Mosh va makkapoya. Mana makkapoyalarni ham
O'zaklargacha maydalab, hamma yo'g'ini mayda qilib tashadi. Mayin qilib. Dahshat. Buni ichida malatko'yligi borligi, pichoqning ichida. O'shani hisobiga shunaqa qilib tashadi. Qaranglar, mana qaydami? Mana haqiqatan qo'zichoq yeydi. Sizlarda qanaqa ko'ryapti Agar bilmadim. qo'zichoq ham tiqilib qolmasa, Ha, yo'q, haqiqatan ham mayda-da buni qarang. Zo'r. Xo'p, endi nima chiqarib endi bu beramiz? kalasida don chiqarib beramiz. Bunda mol qo'ylarga o'sha sep bersa bo'ladigan darajada, bunda yorma holatida. Misol kattarog'i bo'ladi. Ha, kattaroq holat, atala qilib beradigan. Bunda makkani merdagini chiqarib ko'rsatib beramiz. Bunda makka bug'doy aralash. Hammasini chiqarib beramiz. Gap yo'q, yurgizinglar, ketdik. Tayyormi? Aha. Bo'ldi mana Axtiyor aka, xohlasa. O'zi to'xtang, 1 minut. O'zi asli 1 minut turgan yaxshi. Ha, albatta aka, ichida 1 minut atrofida turgan yaxshi, ichidagi narsalarni chiqarib oladi. Kamgidek uncha-muncha qolgan bo'lsa chiqarib oladi. Keng yurishiga oson bo'ladi bu. O'shani hisobiga hozir yurib turish kerak. Ko'ringlar mana. Bu yorma holatida. Uni yaqinroqdan qilaylik. Hech kim bunaqa yaqin dangalik ko'rsatmaydi akalar. Mana qo'lim tegib olay deyapti kameraga. Xo'p, endi keyingisi u holati. O'sha eng mayda holatda aka. Bemalol sep bersa bo'laveradi nima qo'ylarga. Voyda qattiq ham qolyapti. O'zi chistasi mana shunaqa bo'ladi. Mayda qilib sep bersa buni teritlarga yoki slyoserlarga ilashadi va mol ham hazm qilaveradi. U haligi nima bo'lmasin, gap so'z bo'lmasin, qaranglar, shu darajada yaqin qilib beryapmanki, kameraga tegib olay deyapti. Mana sizlarga garantiyasi, mana sizlarga sifat. Xo'p, bular 3,5 milliondanmidi? Ha, 3,5 million so'mdan 3 O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Dastavkasi bor, olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz, keyin pulni berishaveradi. Endi keling, shu joyda bitta narsa qolib ketyapti. Qo'shni davlat Qirg'iziston, Tojikistonlar qanaqa bo'lyapti? Hop, Qirg'iziston, Tojikistonlar ham yoki Kargo orqali, yo Tojikistonda filialimiz bor, Qirg'izistonda ham filialimiz bor aka. O'sha bor. Bor, albatta. Gap, uni nima nomerini tashlab berasiz, Qirg'izistonda o'zidan olaveradi. Albatta aka, klientlarimiz bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Vah, zo'r-ku, mana Qirg'iziston, Tojikistonda aka-ukalarimiz endi sizlarga yana ham yaqinroq bo'lsin deb o'sha yerga filial ham qilishibdi. Hamma savolga javob berdi, xudo xolasa. Agar qanaqadir savol yoki qanaqadir o'tlar qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketadi, chiqara oladimi deganlarga. Endi keyingi videomizda xudo xolasa chiqarib ko'rsatib beramiz. Haqiqatan to'g'ri aytyaptilar. Qaranglar aka-ukalar, shuni kommentariyada shuni yozib qo'yinglar, qanaqa o't yo'qsa, qanday hashay, qandaydir nima chiqaraylik. O'sha ham bizga ham qiziq, bularga ham qiziq. Albatta. Endi sizlarda qanaqa deyiladi o'zi bu hashaylar va nimalar qilib beraylik, kommentariy yozib qo'ysalar, bu bular o'zlari o'qishadi. Mendan ko'ra bular ko'p o'qishadi. Sababi o'zlariga yaxshi, o'sha sizlarning muammolarni ular hal qilib berishadi, to'g'rimi? Albatta. Xudo xolasa garantiyalari bor. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, gazini bosib oldim, ham xursand bo'lamiz. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Shunchalik vaqtlaringizni sarflab, like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Bunaqalik qo'lbonni bosib qo'ysalar ham bo'ldi. Agar tushunmaydi holat bo'ldi. Podpisasiyani ham bosib qo'yinglar. Bizda yangi bo'lsangiz, mana ishlab chiqarish bizneslarni birinchilardan ko'rib borasiz.